Assalomu alaykum, Surayya Baxtiyor bilan. Inshaalloh Alloh sen bilan 2024-yil oxirida, ya'ni dekabr oyida bronza lider bo'lishga tayyordir va sen bunga munosibsan. Albatta, Alloh seni nasib qilmagan narsangga xayol keltirmaydi. Hali shunaqa oyliklar olasan, bir oyliging 20 million, ikkinchi oyliging 30 million, 50, 60, 70, har oyga oyliklaring millionlari ko'payadi. Albatta bu kunlar keladi, ishon. Hozir 2024-yil, inshaalloh seni rejalaring amalga oshiriladi. Ota-onamni umraga jo'nataman, inshaalloh jo'natasan, ya'ni Allohni izni bilan, Allohni o'zingga vakil, sherik qilgan holda va o'zimga shaxsiy avtomobil olaman. iPhone 16, chunki meni ishimga kerak juda ham. Hamda o'zimizni baxtdan o'zim xohlagandek pushti ofis ochaman. Ammo bilmayman, pushti rangni nimagadir yaxshi ko'raman. Pochta bo'ladi, Ersax kofilari bilan har bir kirgan hamkorlar bilan kofilarimizni taqdim etib ichib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Hamda har kuni zakazlar uriladi, har kuni ofisimga odamlar keladi. Inshaalloh shu kunlar yaqin va bunga albatta ishon. Shu kunlarni eslab yodingda saqlab qol. Go'zalim, sen eng zo'riga, eng a'losiga va eng tabiiysiga loyiqsan.